Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizda 92-bitdan davom ettiramiz. Iqro'il amsilatal atiyata thumma da' fil faraghi fima yali tamyizan likam wadbit akhirahu. Xo'sh, quyidagi misollarni o'qing. So'ng kamni tamyizini quyidagi bo'sh joylarga kam uchun tamyiz qo'ying va oxirini o'sha aniqlab yozing. Kam uxtan laka. Sani nechta akang bor? Demak, bu yerda kamni tamyizi mana bu uxtan so'zi. Kam uxtan laka. Nechta sani opang bor? Kam qalaman laka. Sani nechta qalaming bor? Demak, qalaman kamni tamyizi. Kam sayyaratan fil jamiati. Universitetda nechta mashina bor? Demak, kamni tamyizlari birlik yana nasb holatda bo'lar ekan. Bu yerda mana an tanvini bilan ko'rildi. Bu yerga yana o'zimiz qo'yamiz. Kam kitaban indaka. Senda nechta kitob bor? Kam axon laka. Sani nechta akang bor? Kam baytan fi hada shari'i. Bu ko'chada nechta uy bor? Kam suqan fi qaryatika. Sani qishlog'ingda nechta bozor bor? Kam taliban fi faslikum. Sinflaringizda nechta talaba bor? Kam usbu'an fi shahri. Bir oyda necha hafta bor? Kam ajalatan lid-darrajati. Velosipedni nechta g'ildiragi bor? Kam nafizatan fi ghurfatika. Sening xonangda nechta oyna, deraza bor? Hawil al-mubtada'a fi kullin min al-jumal al-atiyati ila muthannan. Quyidagi jumlalarning barchasida mubtadoni ikkilikka o'zgartiring. Al-misalu hadha kitabun. Misol, bu kitob. Hadani kitabani. Bu ikki kitob. Hada qalamun. Bu qalam. Hadani qalamani. Bu ikki qalam. Hadihi mistaratun. Bu chizg'ich. Hatani mistaratani. Bu ikki chizg'ich. Hada talibun. Bu talaba. Hadani talibani. Bu ikki talaba. Hadihi talibatun. Bu talaba qiz. Hatani talibatani. Bu ikki talaba qiz. Hada rajulu mudarrisun. Bu kishi o'qituvchi. Hadani rajulani mudarrisani. Bu ikki kishi o'qituvchi. Hada talibu minal hindi. Bu talaba Hindistondan. Hadani talibani minal hindi. Bu ikki talaba Hindistondan. Hadihi sa'atu minal yabani. Bu soat Yaponiyadan. Hatani sa'atani minal yabani. Bu ikki soat Yaponiyadan. Hadihi sayyaratu lil mudiri. Bu mashina mudirniki. Hatani sayyaratani lil mudiri. Bu ikki mashina mudirniki. Liman hadal miftahu. Bu kalit kimniki? Liman hadhanil miftahani. Bu ikki kalit kimniki? Liman hadihil mil'aqatu. Bu qoshiq kimniki? Liman hatanil mil'aqatani. Demak, bu ikki qoshiq kimniki? Mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab dars qilib o'zlashtirib olamiz.